hurmatli onajonlar va yoshi ulug' onalarimiz, sizlarni Navruz yangilanish va yosharish tadbiri bilan tabriklayman. Bugungi bizning ochiq mashg'ulotimizning mavzusi Assalom Navruz. Aziz bolajonlar, kirib kelgan Navruz bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Biz hozir bu yerda Navruzimizda pishiriladigan milliy taomlar, sumalak, ko'k somsa, ko'k pirojka va non shu kabi mahsulotlarni ko'ryapmiz, to'g'rimi bolajonlar? Bu yerda esa bizning milliy urf-odatlarimizdan qizlarimiz va bolalarimizning tadbir davomida qatnashayotganini ko'rishimiz mumkin. O'z momalarining yonida, momalarining ko'magida bizning milliy urf-odatlarimizni o'rganishyapti. Bu yerda esa bizning qo'llari gul chaqqon qizlarimiz ko'k somsa tayyorlashga shay holatda ko'rishibdi. Qizlarimiz, sizlar ko'k somsani sekin tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda tasviriy faoliyatimizda bolalarimiz sumalak rasmini tasvirlashgan holatda bo'yashyapti. Kurash! Молодец! Barakallalarimiz borligini bilganlaringizdan juda ham xursandman. Endi bizlarning qizlarimizda musiqiy tanaffus holati bor ekan. O'rta guruh qizlarimiz ijrosida qo'shiqlarni namoyish qilamiz. Ana, o'ttirdim.
onajonlar va yoshi ulug' onalarimiz sizni Navro'z yangilanish va yoshlarish tadbiri bilan tabriklayman. Bugungi bizning ochiq mashg'ulotimizning mavzusi Assalom Navro'z. Aziz onajonlar, kirib kelgan Navro'z bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Biz hozir bu yerda Malaysia
tuvadir lola ichida. Somsaga nimalar solyapsizlar ichiga? O'zgacha pardozlanajak. Молодец. Barakalla. Inshaalloh. Harakat qilyapsiz ishga. Молодец. Bolajonlar, sizlar malak qo'yishni boshladinglarmi? Barakalla. Navro'z bayramida qanday o'yinlar o'ynalishini hozir sizlar bilan sahnamiz davomida namoyish qilamiz. Qaynar sumalak marla kechar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana parvozlanajakdir. Navruz kelibon jumla jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta O'z onalarning yonida, onalarning ko'magida bizning milliy urf-odatlarimizni o'rganishyapti. Bu yerda bizning qo'llari gul chaqqon qizlarimiz fotoga tayyorlashga shay holatda turishibdi. Qizlarimiz sizlar fotolarni tekin tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda tasviriy faoliyatimizda bolalarimiz malak rasmini tasvirlashgan holatda qo'yishyapti. Bolalar, bizning Navro'z bayramimiz o'z onalarning yonida, onalarning ko'magida bizning milliy urf-odatlarimizni o'rganishyapti. Bu yerda bizning qo'llari gul chaqqon qizlarimiz fotoga tayyorlashga shay holatda turishibdi. Qizlarimiz, sizlar fotolarni tekin tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda tasviriy faoliyatimizda bolalarimiz sumalak rasmini tasvirlashgan holatda qo'yishyapti.